Assalomu alaykum obunachilar, barchaga xayrli kun va MKSamantar kanalidasizlar. Bugun sizlar bilan juda ham ko'pchilik O'zbekistonga ko'plab yangiliklar bilan kirib kelgan va juda ham ko'pchilik odam so'ragan DoPoint brokerini to'liq, chestniy obzor qilib beraman sizlarga va o'zingizlar barcha ro'y rostini ko'rib chiqishinglar mumkin bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin menga obuna bo'lib, har doimgidek videoga like bosib qo'yinglar, chunki like kanalimizni rivojlanishiga va men sizlarga shunaqa ochiqcha ma'lumot berib, ochiqdan ochiq shu narsalarni ko'rsatib berishimga yana ham turtki bo'ladi. Videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, biz boshlaymiz. DoPoint brokerini shaxsan o'zim ishlatib ham ko'rdim va menga yoqqan va yoqmagan tomonlarini ochiqcha aytib o'taman. Agar o'zingizga yoqsa, bu chestniy obzor, xohlasangiz ishlatib ko'rasiz, xohlasangiz yo'q. Endi qaranglar, bitta tomoni o'sha partnyorskiy linkdan o'tadigan bo'lsangiz, $10,000 summa solsangiz, shu $10,000 qancha pul tashlasangiz, xuddi shuncha yana bonus berar ekan. Lekin bitta uni minus tomoni faqat kreditning yelkaga, ya'ni kreditning plechoga bu narsa amal qilar ekan, marjani где-то bir 30-40-50% ushib beradi deb aytishyapti. O'zbek tili mavjud bu DoPoint brokerida. Bu DoPoint brokerida keyin yana bitta yaxshi tomoni, men o'zim birinchi yaxshi tomonlarini aytib o'tay. Mana AI signallar, ya'ni sun'iy intellekt orqali berilayotgan signallar darajasi yuqori. Misol, hozir 15.43 bo'lsa, 15.14 da shu AI signal bergan. Mana shunaqa narx bo'yicha deb endi biz buni tekshirib ko'ramiz. Qanchalik signallari qanaqa ishlaydi. Maqtashdi, menga kelib tushgan ma'lumotga qaraganda shu maqtab aytishdiki, shu AI signallari ancha yaxshi ishlaydi deb. Tak 25 dan bizda mana 27 gacha hozir ko'tarilish bo'lgan. Bu bir kunlik time frame ekan, 15 daqiqalik, 15 minutlik time frame o'tadigan bo'lsa, tak bizda ko'tarilish ham bo'lgan. Buni yana bir o'zingizlar batafsil tekshirib chiqasizlar. Bozor mana bu yerda tahlili. Mana shu narsasini maqtashdi. Endi bu plyus tomonlarini aytib o'taman. Endi hammaga qiziq bo'lgan narsa, DoPoint brokeri offshore zonada joylashganmi, ishonchlimi, pul chiqarishda muammo bo'lmaydimi? Shu savolni ChatGPTga berib ko'ramiz. Bu ChatGPTni ulab olgunimgacha ham ancha muammoga duch keldim, chunki kompyuterimda men ishlatmayman-da. Shuning uchun ro'yxatdan o'tilmagan. Xo'p, endi qaranglar. Men oldindan aytib o'taman, shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim, pul kirg'izish chiqarishda umuman muammo bo'lmadi. Bu narsani ham hozir o'zingizlarni ko'zinglarni oldida qilib ham ko'ramiz, qani. Xo'p, DoPoint offshore yuridiksiya ishlaydigan kompaniyasi mavjud. U o'z saytida DoPoint orqali Anjual, Komol orollaridagi OAFA litsenziya ostida ishlashini ko'rsatadi. Shuningdek, ular Maurikidagi FCK litsenziyasiga ega boshqa yuridik shaxs ham borligini bildiradi. Qaysi kompaniyada hisob ochganingizga qarab sizga qo'llanadigan nazorat darajasida farq qilinadi. Pul yechish masalasiga kelsak, muammo bo'lmaydi deb kafolat berib bo'lmaydi. Internetdagi mustaqil shaxslar fikrlash aralash. Ba'zi mijozlar depoziz va pul yechish tez ishlaganini yozgan, biroq ko'plab foydalanuvchilar pul yechish kechikishi, hisob bloklanishi yoki qo'llab-quvvatlash xizmati javob bermaydiganlik haqida shikoyat qilgan. Aynan pul yechish bilan bog'liq shaxslar ko'p uchraydi. Mening tavsiyam, agar ko'proq sum ishlamoqchi bo'lsa, kichkinada sinab ko'ring deb aytganman oldindan. Endi bu o'zimni ham fikrim aytadigan bo'lsam, shaxsan o'zim bularni Malayziyadagi ofisiga borganman. Malayziyadagi ofisida O'zbekistonga ham o'sha bosh anaqalari kelishgan. Kerakli o'sha xodimlari men o'zim ko'rishganman. Agar rasmini topa olsam qo'yib qo'yaman. Yaqinda shu O'zbekistonda o'zini galasini qilishdi va ko'plab treyderlarni chaqirishdi. Pul yechishda menda hech qanaqa muammo bo'lmagan. Muammo bo'lganlarda men ko'p bir ikkita kommentariyalarni, fikrlarni o'qib ko'rganman. Ularda shunaqa narsa bo'lganki, kriptani ham mana kripto akkauntingiz bo'ladi-yu,
bitta adres bo'ladi bitta karta bo'ladi. Nima orqali to'ldirgan bo'lsangiz o'shanga chiqarasiz. Qaysi adres bilan to'ldirgan bo'lsangiz o'shanga chiqarasiz, qaysi karta bilan, qaysi viza, qaysi Humo Uzkart bilan to'ldirgan bo'lsangiz o'shanga chiqarasiz. O'shani verifikatsiya qilib qo'yish kerak. Shunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ba'zi bir shaxslar balki shunga olib borgandir. Endi ro'yxatdan o'tish masalasiga kelamiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tish bo'yicha bu brokerni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mintaqa O'zbekiston bor. Amerika bo'lmaydi, mana. Amerika samoasi degani bor ekan. Xo'p. Usa yo'q. Braziliya balobattar qolgani qala bor. Email yozasiz, tasdiqlash uchun kod keladi, uni yozasiz. Shartlarga roziman, keyingi qadam va bo'ldi. Pasportingizni verifikatsiyasini so'raydi, sun'iy intellekt avtomatik generatsiya qiladi. Xullas 2 daqiqa vaqtingiz ketib, siz osongina verifikatsiya qilib olishingiz mumkin. Bu hozir brokerlardan verifikatsiya qilish umuman hech kimga muammo tug'dirmayapti. Shuning uchun bu narsani men ko'rsatib gapirib o'tirishimga hojat yo'q deb o'ylayman. Xo'p, endi bizada anaqa qiladigan bo'lsak, depozit, savdo, bularni hammasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, bu yerda mana savdo hisobi 25-iyundan beri o'zim ishlatib kelaman va bu yoqda sizga demo hisobda $10,000 taqdim qiladi. Endi hisob to'ldirishga keladigan bo'lsak, mana depozit menyusini tanlaysizlar va bu yerda qabul qilinadigan valyuta Visa kredit kartasi, Visa oddiy karta, shularni ishlatsanglar bo'ladi. Keyin bank transfer, O'zbekiston bank transferi, kriptovalyuta, shu hamma qabul qiladigan TRC20, mana shuni ishlatsanglar bo'ladi. Va Binance Pay ham qo'shilgan. Binance O'zbekistonda Binance qonuniy, shu orqali Binance Pay orqali ham depozit qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari buni bosadigan bo'lsak, xo'p, qanaqa 100% bonus o'sha bu yerda bor, aytib o'tganimdek, va bu yerda adashmasam bank hisobi, pul yechib olish yozuvlari, mana pul yechib olish, bank hisobini qo'shish, kripto hamyonni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Mana men o'zim verifikatsiyadan o'tkazib qo'yganman kripto hamyonlarimni, elektron hamyon, mana Binance Pay'imni ham ro'yxatdan o'tkazib qo'yganman. Sizlar bu yerda o'zingizlarning Visa kartanglarni ham ro'yxatdan o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda depozit, bu yerda mana yechib olish, bu yerdan tanlaysizlar. Misol men o'zimga kerakli pul miqdorini o'sha akkauntimdan yechib olishim mumkin bo'ladi. Endi kelinglar hisoblarga o'tamiz. Menda bitta hisob bor va men kelinglar mana yangi hisob ochaman, haqiqiy hisob yaratish. Va mana bu yerda standart sent hisob ochsam bo'ladi. Men standart akkaunt ochaman, Plecho 1 ga 1000 va kirish savdo parolini o'rnataman. Ya'ni o'zimga o'sha kerakli bo'lgan parolni o'rnataman. Hop. Tak, ana. O'rnatdim. Mana, misol uchun men shunaqa tarzda o'rnatdim. Mana Aziz uchun 5577 va tire bitta qo'yib qo'ydim. Bu misol uchun. Xuddi shunaqa qilib o'zingizlar ham xohlagan parolinglarni o'rnatib chiqsanglar bo'ladi. Endi men hozir bitta parol o'rnataman o'zim. Tak. Xo'p, bajarildi. 30 AQSh dollari bo'lishi kerak. Okey, hisobimizni to'ldiramiz, undan muammo yo'q. Standart bitta hisobni to'ldirib, qo'shimcha hisob uchun yangi aniq ochish kerak ekan. Muammosi yo'q. Men hozir shotimni o'zini to'ldiraman, depozit. Va mana kripto hamyon depozit qilish. Mana TRC20 va mana $1000 ga to'ldiramiz. Bitta $1000 bor ekan va 100% depozit bonusi. Mana depozit 100%, kredit olish $1000, bepul marji $2000. O'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi.
Lekin mana 100% bonus tanlab qo'yamiz. Xo'p, $1000 keyingisini tanlaymiz. Bu o'sha depozit qilishni men sizlarga ko'rsatib beraman va mana 30 daqiqa ichida mana shuni skaner qilib yoki boshqa anaqalar qilib ishlatishingiz mumkin. Xo'p, okeyman. Xo'p, mana $1000 ga hisobimni to'ldiraman. Hisobimda mana shuncha pul bor hozircha. Tak. Buni mana Binance orqali ofitsialniy to'ldiramiz. Skaner qildik. Xo'p, 1000 komissiya qilib qo'ygan, to'liq $1000 tushadi va jami hisobim menda $2000 bo'ladi. Hop, mana ketdi. Tashlab yubordim. Endi kutamiz. Mendan birinchi ma'qullanib chiqib ketish kerak. Mendan ma'qullanib chiqib ketgandan keyin uje hisobingizga tushib men to'lovni yakunladim. O'tkazib bo'lganingizdan keyin xohlang bosing, xohlang bosmang. U o'z ishingiz. Men qanaqa qilaman? Binance da mana bu joyda обновление qilaman. Bo'ldi, o'tdi pul degandan keyin Binance men to'lovni yakunladim. Men bossam bo'ladi yoki shunchaki kutib tursam bo'ldi. Ya'ni men to'lovni qilib bo'ldim degani, men to'lovni yakunladim degani. Men to'lovni qilib bo'ldim degani. Yoki kutib turib oddiy chiqib ketishingiz ham mumkin mana shunaqa tarzda. Va o'sha savdo hisobingizga kirganingizda o'zi avtomatik ravishda pul hamyoningizda ko'rinadi. Kelinglar endi qolgan yana yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda jonli suhbat bor, ma'lumotlar bor, hamkorlik portali, mukofotlar. Xo'p, mukofotlarga keladigan bo'lsa $100 xush kelibsiz mukofoti, do'ppoyning eksklyuziv mukofotlari bilan bugun savdo safaringizni boshlang. Xo'p, aqlli boshlang, yaxshiroq savdo qiling. Hoziroq ishtirok etish 14-avgustdan $0 gacha oling. Xush kelibsiz mukofoti, hoziroq ishtirok etish. Konkurs ketyapti. Egamansiz, allaqachon mukofot olganingiz mumkin. Oddiy platforma. Xo'p, men ishtirok eta olmas ekanman, bilmayman nimaga. 100% depozit, keyin 2000 shon sharaf qadam. 21-iyulgacha ko'plab konkurslari tugab bo'libdi. Xo'p, mana $2000. Ko'rayotganinglarda $1000 tashladim, $2000 bo'lib hisobimga tushdi. O'zingiz ko'rayotganinglarda endi tenglik 14000, balans 11000, kredit 1300 bu demo hisobimga bo'lsa kerak. Mana haqiqiy hisobda endi bu yoqda onlayn menimcha o'zini platformasida ham savdo qilsa bo'ladi bu. Mana o'zini platformasida ham biz bemalol savdo qilsak bo'lar ekan. Mana shu anaqani o'zidan chiqmagan holatda bu yerda mana hamma narsalar ko'rsatib turilgan. Mana bu yerda buy, sell, spread 25, ko'rayotganinglarda 20 kichkina XMdan boshqa brokerlardan pastroq ekan. Bu ma'qullashga kirmaydi. Xo'p, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Sun'iy intellekt orqali ham o'sha bu yoqda ma'lumotlar sun'iy intellekt orqali ham mana bu yoqda integratsiya qilingan sun'iy intellektga. Shu orqali ham o'sha o'zingizni savdolaringizni nazorat qilib borsangiz bo'lar ekan. Endi menga bitta nima desa bo'ladi? Sal ko'nglimni g'ichirqayotgan narsa shu marjasi qanaqa ekan? Marjaga berar ekan bonusni. Menimcha hali hech kim brokerlardan o'sha $1000 tashsa $2000 tushadigan qilmasa kerak deb o'ylayman. Xullas ishlatib ko'ringlar. Havola o'sha qancha tashlasangiz ham xuddi shuncha bonus beradigan referral linkim o'zimniki. Buni sizga minus plus tomoni yo'q. Описаниеda kommentariyada qoldirib qo'yaman. Men xafa bo'lmayman. Broker haqida ochiq oydin ma'lumotlarni bersanglar, lekin pul chiqarish, pul kirgizishda kartalarni keyin o'sha kripto adresinglarni обязательно hamyonlar shu anaqa joydan, mana bunaqa joydan mana kripto anaqamni verifikatsiya qildirib qo'yganman. Sizlar ham oldin verifikatsiya qildirib keyin pul yechinglar. Ya'ni hamyon adresinglarni kirgizasizlar, screenshot QR kodini kirgizib qo'yasizlar, bo'ldi, verifikatsiyadan o'tdi. Muammosi pul yechasizlar. Chestnyat fillarni qoldirib qo'yinglar. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi?
o'zinglar keyin aytasizlar nima manda qanaqadir kamchilik yoki nimani tashlab o'tib ketdim, o'shani ham kamchiliklarimni kommentariyada yozib qoldirsanglar men xursand bo'lardim. Yana ko'rishganda ko'rishguncha deb qolaman. O'zi anchadan beri video chiqarmayotgandim. Hammaga kattakon rahmat.